Ana shu yer ko'ryapsanmi bacham? Ha. Ana shuni bir boshidan o'g'dar chiqasan, tushundingmi? Davay, sol. Sol davay. Canonga bordim bir kecha bir bilmasi dastagina Canım yakılın noz uyquda Pokemon deb игры o'ynaysiz, ha? Dada to'xtang, hozir hammasini tushuntirib beraman dada, to'xtang. Dada qarang, PUBG Mobile o'yini yangilandida hozir unga IC Frontier degan rejim qo'shildi. Bu rejimda dada vikinglar qishlog'i, sehrli kristal shaxtasi mavjud. Endi siz o'yinda muzli nayza, muzli boltalar ishlatib, qadimiy hayvonlarni o'ldirishingiz mumkin. Ya'ni mamont va boshqa dushmanlarni. Bundan tashqari dada siz o'yinda ajdorxo bilan kurashish imkoniyatiga egasiz. Keyin ajdorxo shoxini ishlatib, jangovar kuchlaringizni oshirishingiz mumkin. Ham zo'r sovg'alar beradi, shularni olishingiz mumkin. Tushundingizmi dada? Malades. Zo'r yangilik bo'libdi. Endi ish yetasida keyin o'ynaysiz. Qaymi? Telefon bering. Davay. Chekdan. Necha biz o'ynaymiz-da? Bachang? Nima qilyapsiz? Erta imtixonim, shunga tayyorlanaman. O'qishga kirishim. Mani eshitib qo'y bachagina. Agar shu yil o'qishdan yiqilsang, mani keyin dada dema. O'g'lim emassan agar yiqilsang o'qishdan. Tushundingmi? Gidaman bu yerdan bosh olib Majnunni siylagan sahroga Oha? Gidaman yerdan Qayerga ketyapsan? O'g'lim? Nima deyapsiz, biratim? Men sizni o'g'lingiz emasman. Ketyapman. Bu onangning bir yana o'qishga kira olmabdi-da. Ismat, nimaga kelding manikiga? Kecha katman olganting. Keyin qaytarib ber. O'zing kelsang bo'ladi, kattani qizi nimaga olib kelding? Katmanim katta desam ishonmaydi. Shunga ber hozir. Ko'rsating. Hozir olib kelaman. Qolaygil sara rasidimda Ismat aka, katmoningiz buncha katta? Bu endi genda borda. Dadam ham katmon, ana shunday katta edi. Bizniki ham katta. Axotin. Ketmaniz ahvoliga qarang, shu ham ketmanmi? Ketman degan bir Ismatni ketmandek katta bo'lmaydi, bir mazza qilib yer chopsang. May oling ey. Unang endi o'zing xotiring ketmon kichkina deb izlatsa yomon ekanda. O'ylayda shu katmoningizdan buncha chiroyli bu. Dada nima qilyapti? Katmonim berib qo'ydim bacham, o'yin o'tiribdi. Keyin ana u ingliz tilida o'mlamamsiz otingiz aytsam faqat 5 qo'yadi. Katmon kichida bacham. Katmon. Men sizni tabriklayman. Sizni katmoningiz dunyodagi eng katta katmon sifatida Guinness rekordlar kitobiga kiritildi. Tushunabsizmi buni? Zo'r bo'ldi-da. O'zi bilgandim-man. Dadam katmoni ham Guinnesslar rekordiga kirgan. Bizga ham mana kiribdi, xursandman ardishi. Singlim bitta narsaga hayronman-da. Muncha Ismat katmaniga yopishdingiz, nima zo'r shuni? Manikiga qarang, kichkinagina, cho'qligina maza qilib ishlatasiz. Menga ishlatib ko'ring. Yo'q, Ismat akani ketmani bari yaxshi. Dada nima ustakasiz katmoningiz osilibdi? Hayotingiz shunaqa bacham. Yigitda katta katmoni bo'ladi, hamsayasi osiladi. Qiz baribir katta katmon tanlaydi. Shunaqa hayot.